Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva mol qo'yish ishqibozlari va YouTube ishqibozlari. Mana bunaqa yosh qulun to'ylar ishqibozlari. Bugun 30-mart haftaning yakshanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idamiz. Hurmatli obunachilar, bugun o'sha otni haqiqiy tushunadigan otni ustasi Karimboy polvonga qulun to'ylar kelgan. Karimboy aka o'rmang. Assalomu alaykum obunachilar. Karimboy tuzumsiz? Otlar olib kelib oldingiz. Xudo xolasa olib keldik. Gap yo'q, he. Xudo xolasa to'ylar. Otlarni hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, sizlar 3 sekund vaqtlaring ketadi. Bir donadan like tegmaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa otni o'ta baquvvat, oyoq qo'li yo'g'on. Xullas shunaqa o'ta zo'rlardan kelgan. Xudo xolasa to'ylarimiz soni 29 ta bo'ldi. Xo'p, bu yerda 29 ta to'y. Hammasi erkak. Erkak urg'ochisi yo'q. Yo'q, hop, yoshlari 10 oylikdan 1 yashargacha. 10 oylikdan 1 yashargacha. Aksariyat bir xil o'zi. Qirg'iziston Jaloloboddan kelgan to'ylar. Qirg'iziston Jaloloboddan kelgan. Xudo xolasa. Hammasini oyoq qo'li sog'lom, yeb ichishi. Sog'lom yeb ichishlar xudo xolasa yaxshi hammasi. Yeb ichishi zo'r. Karimboy, otgancha tushuna olmayman. Bu endi boqqanimi, yemlashganmi bu yo uloqchi otlarmi bu? Bu aka ichida xudo xolasa uloqchi yaxshi zotdor otlar ham bor. Qora biya yaxshi zotdor otlar bor. Yaxshi otlar bor. Xudo xolasa bu hamma yo'nalishga tushaveradigan otlar. So'radi. Uloq o'sha to'y ishqibozlar, ot ishqibozlariga hali uloqqa ham ketaveradi. Ketaveradi. Endi olib yaxshi tarbiya qilsa bo'ldi. Asosiysi hamma tarbiyasida. Hop. Ertaga katta ot bo'ladi, chiroyli yaxshi otni olaman deganlar xudo xolasa bor ichida. Bo'lardi. Hop, kecha kuni Andijondan bitta yaxshi obunachim bor edi. Telefon qildi. Aka dedi, Novvos juda qimmat bo'lib ketdi dedi. Shunaqa. Ha, Novvosdan ko'ra dedi, ot boqqan yaxshi deb o'sha aytib qoldi. Men endi to'g'risi otgancha tushunmayman. Nimaga hozir bu arzonmi Novvosga nisbatan boqsa yaxshi foyda bo'lyapti? Bitta g'unajinda yaxshi bitta g'unajinda pulida. Yaxshi bitta g'unajinda puli deng. Bularda yaxshi qaralsa 70 kun, 80 kunda tayyor bo'ladi. Bular asosiy ozuqasi, terit bilan bug'doy berilsa, bug'doy bilan narxi arzonroq. Bug'doy ham 3000 ga bormayapti. Kecha kuni bittasi o'sha bizda qishloqda 2900 dan so'rabdi. Bir 40 tonna, 50 tonna bor ekan. Sotmadim deb 1 kilo kunjar 6500 ming, 7000 ga chiqib ketdi. Bir tonna bug'doy bilan misol bitta ot tayyor bo'ladi, lekin bir tonna kunjar bilan bitta buqa tayyor bo'lmaydi-da bular. Bular o'sha ozuqasi o'zi narxi hisobiga bu to'yda go'shti ham qimmat yuradi. Qazi juda qimmat deng. Bu to'ydagi katta otga nisbatan to'ydagi qimmat yuradi to'y go'shti. Hop, go'sht ko'tarilganiga ko'pchilik ot go'shti bilan pashti ali olib qolganiga ot go'shtiga ham odamlar qiziqib ketdi. Odamlarda pul ham ko'paydi, shu qazi yeyishni boshlavardi. Qadrli obunachilar, oshga gap kerak yo'q, ot ko'rib turibsizlar, oyoq qo'li baquvvat, o'sha Karimboy aytgandek haqiqiy boqsa boqadigan, minsa minadigan hammasi variantiga tushadi. Variantga tushaveradi. Ularni haqiqiy ko'taradigan ot qilsangiz ham bo'laveradi, xudo xolasa. Yeb ichishlari hamma. Yeb ichishi zo'r. Karimboy o'ta arzon dedingiz. Shunaqa arzonmi haqiqatdan? Arzon, xudo xolasa. Qanchadan qanchagacha? Hop, 10 million 500 ming so'mdan 12 million 500 minggacha bor. Endi aksariyati narxi bir xil. Agar optim bir yerga olamiz desa, O'zbekiston istalgan 12 ta viloyatiga, Qoraqalpog'istongacha dastavka qilib beramiz. Agar hammasi 29 tasini olsa. 29 tasini olsa, nech puldan? 11 million 500 mingdan yana xayrini qilib, dastavkasini ham qilib beramiz. 11 million 500 dan dastavkasi ham ichida yana xayrini ham qilib beraman deyapsiz. Agar bitta tanlab olishamiz desa, 12 million 500 dan 10 million 500 ming so'mgacha vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Qancha bir dona kelishsa, ikki dona kelishsa. Vodiy bo'ylab bepul, voha tomonlarga kelishasizlar o'zaro. Ha, bitta ikkita olsa kelishilgan holatda qilib beramiz. Akalar, menimcha narxi o'ta arzon. 10,5 milliondan nechta to'y berasiz mana shu yerda? Telefon qilishsin 5 ta to'y beramiz. 5 ta to'y berasiz. Yana yo'lini ham qilib berasiz. Yana xayrini ham qilib beramiz. Xayrini ham qilib beriladi. 10 milliondan bo'lmaydi. Telefon qilishsin xudo xolasa 10 milliondan to'y berasiz. To'y beramiz. Akalar, ukalar 29 bosh hammasini bitta olsangiz ancha arzon tushadi. Bo'lmasa 10,5 milliondan 12,5 milliongacha to'ylarimiz bor ekan. Yeb ichishi boshqasiga hammasiga garantiya deng. Xudo xolasa bir hafta garantiya, yemoq ichmoq. Qirg'izistondan olib keldingiz. Qirg'izistondan olib keldik. Buni ham hali molga o'xshab Novvoslarga anchalik rastomoshka qimmat bo'lib ketdi. Bulardiki qanaqa? Bulardagi endi rastomoshkasi bor. Rastomoshkalar bor. O'shalar bilan ham bo'lib patologiya 10,5 12 ga taqalyapti.
Demak arzon. Buni nech puldan oladi go'shini masalan? Hop, bularda hozir Qassoblar so'yib olsa, boshqa shu xuddi novvosdaqa tushuntirib bering. Hozirgi kunda 85 ming. Agar buni kimda ham olib, o'zlari borda qilchakka uka 70 kun 80 kun boqamiz, mana desa, biz o'zimiz qaytadan sotib olaveramiz. Ha, o'zingiz ham sotib olaverasiz. Go'shi u bexijolat. U hammasini o'zimiz sotib olishga haliga. Boqilgani Treveska masalan nech puldan to'g'ri keladi? Uni Shunaqaga ham sotiladimi? Demoqchiman. Unaqasi ham sotiladi. 50 ming so'mdan 60 ming so'mgacha sotiladi. Treveska. Treveska. Endi 50 kelgan ming. holatda o'z holatiga qarab. Ha, 500 kilo qilib qo'ysa 25 million bor ekan, ha? Shunaqa, ha. 500 kilo ot bo'lsa 25 million Treveska bor. Xudo xolasa et oshlari hammasi yaxshi. Endi bular ozgina charchab bor, lekin kelgan. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, bo'yi basti qancha chiqadi? Bo'yi eng kichkinasi 1.25 chiqqan, 1.35 gacha bor. 1.30 plus olishaveradi. 1.25 dan tepa. Ha, hammasi 1.35, 1.40 gacha bor. Bitta chiqib, bitta ikkita chiqib qolishi mumkin. Qolgani 1.30 plus. Hurmatli obunachilar, otlarni kayfiyatini ko'rib turibsizlar. Mana bedani uryapti. Karimboy o'zi fermer. Mana shu beda paya aka hammasi o'zimniki deyapti. Bu otlar siz kelguncha ham maza qilma bedalarga. Chiraqda tomirlarigacha uradi-da bu. Ajrab yo'radi. Xo'raliga o'ta xo'ra. Xudo xolasa. Ha, ishtag'asiga bular gap bo'lishi mumkin emas. Olasiz, faqat yemlaysiz. Yem ham qanaqa? O'sha bug'doyni berib. Buni ham boqish usuli bormi yo quruq bedani berib qo'ysa bo'ldimi? Yo, o'sha Ana quruq bug'doyda. yo bug'doyda emas, bug'doyda pishirib beriladi. Ha, pishirib. beriladi. Yana nima beriladi? Bug'doy asosan o'sha terit beriladi, bo'ldi. Ha, Qolgan bu hashtag silos beda- pilos? Yo, silos yemaydi. Silos Kepak yemaydi. Asosan kepak bersa ham bo'laveradi ko'proq. Kepak bilan yemasa ham bo'laveradi. Quruq somondek. Ha, quruq so'ma, kepak o'sha Terit qilib. terit qilib. Hurmatli obunachilar, manzaraga e'tibor berasizlar. Manzara ham o'ta go'zal, otlarimiz unga yarashib turibdi mana. Malades Karim polvon, men videolar ko'rdim, ot bor deganingizdan keyin narxi o'zi ular nech pul ekan, o'zi nima deyish kerak otlarga deb ko'rdim. Xullas o'sha 1.20 dan 1.30 gacha chiqarishdi. Mo'ljali 13.5 etishdi. Shunaqa. Ha, hozir ko'rdim. Mo'ljali siz ancha arzon etdingiz. Xudo xolasa telefon qilishsin, ishlarini bitirib beramiz. Bozordan xudo xolasa ancha arzon qilib beramiz. Bozordan arzon bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, akalar, ukalar telefon qilaverasizlar. Ot ishqibozlari shunaqa ot yo'nalishiga o'tmoqchi. Mana Novosga kuchi yetmay qimmatli qilyapti. Puli bor odamga ham qimmatli hozir. qilyapti. Qimmatli qilyapti. U endi sotuvchini ham ayblab bo'lmaydi. Shunaqa. Go'sht ko'tarilib ketyapti. Ag'dan kirib kelishdi. Masalan, o'zimiz ham ichida yuribmiz. Cheklangan. Rastamoshgan o'ta baland bo'lib ketdi. Baland bo'lgan. Agar shunaqa Novos olishga qandaydir nima desa bo'ladi? Yo'nalishni o'zgartirmoqchi. Ha, yo'nalishni o'zgartirmoqchi bo'lganlarga mana otni tavsiya qilib qolamiz. Chunki o'sha kecha bitta Anjoliy akamiz ham shu otga o'taman ekan. Novos juda qimmat bo'lib ketdi deganiga men ham o'zi o'ylanib turdim. Telefon qilaverasizlar, 10,5 milliondan 12,5 milliongacha kamaytirib yo'lida qilib beriladi. Telefon nomerini aytib keting. 94 bilan 173 44 46. 94lik 173 44 46. Karimboyga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa yo'lida qilib chiroyli qilib beradi. Videoga bitta laykni bosib, ot ishqibozlariga podelitsa qilib qo'yishlarini xursand qolamiz. Keyin mana shu videoni kommentariyasida Telegram gruppamizni qoldirib ketamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha yerda dehqon akalardan birinchi qo'l arzon mol qo'y, mashinaqa ot hammasi bor sotuvda. Telefon qilib bemalol ishlayni bitirishlaring mumkin.